Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. 2025-yil 6-noyabr sanasida Pink Lady Rozigilov olmalarimizni terim jarayonlarini boshladik. -5 gradusgacha sovuqqa chidamli deb oldingi videolarimizda qo'yganmiz. Mana holatlarini ko'ringlar. Ranglari juda ham chiroyli bo'lib, pishib yetildi. Bu hali muzlagani yo'q. Ba'zi joylarda qor yog'di, ba'zi joylarda -5, -6 gradus bo'ldi. Bizda ham -5 gradus kecha kech payt sovuq bo'ldi mana. Bu olma hali muzlagani yo'q. Terim jarayonlarini boshlaganmiz. Kimga ishonchli ko'chatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib o'tib ketinglar. Atrofni ko'rsating. Bog'larda mana terim jarayonlarini boshlaganmiz.